Agar siz qo'rqinchli voqealardan qo'rqmasangiz va qiziqsangiz, bu video sizga yoqadi. Oxirigacha ko'ring. 4-5 og'ayni choyxonada o'tirishganda qo'rqinchli voqealardan gap ochilib ketadi. Va bir bola men bunaqa narsalardan umuman qo'rqmayman deb o'ziga ishonch bilan gapiradi. Bir oshnasi agar qo'rqmasang qabristonga bora olasanmi desa, albatta bora olaman deb javob beradi. Shunda oshnalar garobaylashadi. Qabristonga borib, yangi qabrni topib, unga pichoq sanchib kelsang, sen haqiqatdan qo'rqmas bo'lasan deydi va bunga kelishadi. Tundi yarmida bola rostdan ham qabristonga boradi. Qabristonga sekin kirib borar ekan, yuragini qo'rquv bosadi. Juda ham sokin, faqat qushlarni, qarg'alarni ovozi kelib turardi. Bolaning yuragini qattiq qo'rquv bosib, orqasiga qaytib ketgisi keladi va o'ylaydi, agar hozir kirib qabrga pichoq sanchmasam, o'rtoqlarim meni ustimdan kuladi va men ular nazarida qo'rqoqqa chiqaman. Yangi qabrni topadi, yoniga borib, qabrga pichoqni shatta sanchadi-da, o'rnidan sirazi turadi. Turganda orqasidan uni kimdir o'ziga tortadi. Va shu joyda bola yiqiladi. Ertasi kuni do'stidan hech qanday xabar bo'lmagani sababli o'rtoqlari qabristonga qidirib borishadi. Qidirib borishsa, rostdan ham yangi qabrga pichoq sanchilgan, faqat shu qabr oldida do'sti ham yotgan edi. Va do'stining oldiga borib qarashsa, do'stining allaqachon joni uzilgan. Joni uzilishining sababi kechki payt qo'rquvdan qabrga pichoq sanchganida to'ni bilan qo'shib sanchib qo'ygan bo'ladi. Endi chiqib ketaman deb shoshilib o'rnidan turganda qabrga sanchilgan pichoq to'nidan tortadi. U inson meni orqamdan kimdir tortdi deb o'ylab, shu joyda nasmert o'ladi. Bu voqea kitobda keltirilgan. Qaysi kitobligini agar o'qigan bo'lsangiz kommentariyaga yozib keting.